Qumluq makoniga joylashgan Arab Birlashma Xalifaligi aslida dunyodagi qum eng kam bo'lmaydigan davlatlarning biri edi. Lekin nima uchun 2014-yili qiymati 456 million Amerika dollari keladigan a'lo sifatli qumni import qilib, u asli qurilishiga ishlatdi? Bu qumlar bilan qumluqdagi qumlarning qanday farqi bor? Qumluqdagi qumlarni nima uchun uy selishga ishlatilmaydi? Sinchoq saloni siz uchun bu sirni ishib beradi. 2,5 soatda bir ko'rkin chaqash, 5 soatda temir yo'lni ko'chirish. Yaqin yillar bilan davlatimizning u asli qurilishi uchqanday taraqqiy qilib, qumga bo'lgan ehtiyoj tadrijiy oshdi. Ba'zida biz yana qum import qilamiz, lekin amaliyotda davlatimizda taxminan 7000 kvadrat kilometr qumluq bor. Agar cho'llikni qo'shib hisoblaganda ko'rmay 1,280,000 kvadrat kilometrga yetadi. Nurg'un kishilar qumluqdagi qumdan foydalanib uy solsak bo'lamdi deyishi mumkin. Chunki buni qilganda bir tarafdan elimizning qum ehtiyoji yuqori bo'lish ahvolini pasaytgan bo'ladi. Yana bir tarafdan qumlashni unumli tizginligi bo'ladi. Ammo amaliyotda biz o'ylagandek undaq oddiy emas. Biz uy solish jarayonida ishlatganning ko'pinchisi daryo qumi. Qumluqdagi qum bilan odatdagi daryo qumining nihoyat cho'ng farqi bor. Qumluq rayonlarining havo sharoiti nachar bo'lg'achqa holigan miqdori oz, ham kun nurining tushish vaqti uzun. Shunga qumluqdagi qum tarkibidagi ishqor miqdori nihoyat yuqori. Ammo sementning o'zi ishqorlik bo'lg'achqa u havodagi karbon oksid bilan ishqor so'ngak reaksiyasi paydo qilib, ishqor silikat kislota yilmi deb ataladigan bir xil moddani hosil qiladi. Bu betonning ko'pib kelishini keltirib chiqaradi. Betonning kuchligi va chidamchanligini to'g'rilatadi. Bu xil ximiyalik reaksiyadan saqlanib bo'lmaydi. Kishilarning qila oladigan faqat imkon qadar betonning tarkibidagi ishqor miqdorini ozaytirish bo'lib, agar tarkibida ishqor miqdori yuqori bo'lgan qumluq qum ishlatilsa, kuchli bo'ron chiqishiga butun bino o'lib ketishi mumkin. Uning ustiga uzun muddat yemirilg'achqa bu qum yuzida nurg'un ziyonli moddalarning paydo bo'lishini keltirib chiqaradi. Odam agar uzun muddat bunday qumni yasalgan uyda tursa, undaqda kishilarning salomatligini og'ir tahdidga uchraydi. Uning qolsa qumluqdagi qumning danchalari kichik, suv sumirishchanligi va turaqsizligi nacharroq bo'lib, qurilish materiali qilish tez. Qurilishga ishlatilgan qumning diametri odatda 1 mm dan 3 mm gacha keladi. Lekin qumluqdagi qumning diametri ora 0,3 dan 3 mm dan tuvan bo'ladi. Agar bu xil qumni qurilish material qilsa, qumlar nihoyat suyuq bo'lib, qetishi tez. Uning ustiga qumning tarkibida zo'r miqdorda sig'iz to'pi bo'lib, bu sig'iz to'pi betonning chidamchanligiga ta'sir ko'rsatadi. Binokorlik ishlatilgan qum ichida tabiiy qum mexanizmni qumning tarkibidagi loy miqdori va tosh o'ndisining tarkibidagi danchlarining diametri 75 mikrometrdan kichik bo'ladi. Ham suzilgandan keyin andon qum deb ataladi. Eng oxirdagisi tanarx masalasi. Biz uy imarat tosh yo'l yasashga ehtiyojli joylarning ko'pinchisi qatnashi qulaylik. Muhiti go'zal ham odam ko'p bo'lgan joylar. Qumluqning tabiiy muhiti bir qadar nachar bo'lib, odatda bir qadar chat. Iqtisodiy ancha taraqqiy qilmagan rayonlarga joylashgan. Kishilar ehtiyojli joylar bilan bo'lgan aloqa bak yiroq. Tush bahosimi bak qimmat. Shunga kishilar olgan qumlar asosan daryodan keladi. Tush jarayoniga xarajatmi bir qadar arzon. O'ylab beqing. Qaysi bir shirkat yaqindan tashlab, yiroqdagi qumluqqa berib pul to'lashni xohlaydi? Hamda Jumhur Xalq Jumhuriyatining davlat ilchimi qurilishga ishlatilgan qumdagi belgilamga asosan qurilishga ishlatilgan qum asosli tabiiy qum va mexanizmli qum deb ayriladi. Tabiiy qum tabiiy shakllangan tog' jins danchlarini ko'rsatadi. U daryo qumi, ko'l qumi, tog' qumi, tuzsizlashtirilgan dengiz qumi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Mexanizmli qum bo'lsa mashina orqali o'tib, tasqab yasalgan tog' jinslari, qanqaldi qizilnilari yoki sanoat dashqali danchlarini ko'rsatadi. Mayli qaysi xildagi qum bo'lsin, yumshoq yemirilgan danchlarini o'z ichiga olmaydi. Ya'ni qumluqdagi qumlarni o'z ichiga olmaydi. Shunga elimizning qumluq kelimi keng bo'lsa-mu, ammo biz u yerdagi qumdan foydalanib uy sola olmaymiz. Iqtisodning taraqqiy qilishiga ergishib qum kelgusida bir xil kam uchraydigan boyliqqa aylanishi mumkin. TB jurnalida e'lon qilgan botörlik tadqiqot ko'rsatilishicha, qum ehtiyojining uzluksiz o'sishiga ergishib, kishilar har yili 32 million tonnadan 50 million tonnaga qum ishlatadi. Shunga qumning kam bo'lish ehtimolligi bo'lgan ahvolga taqobil turish uchun insonlar oldi bilan qum manbasining sijilligiga kafolat qilish kerak. Ikkinchidan, saplama boyliqni ishlatishga ilhom berish. Bu mo daryo qumining o'rnini olg'il bo'lmaydiganligini yana bir qatim tushuntirib berdi. Undaqda qumluqdagi qumlarning hech qanday foydasi yo'qmi? Amaliyotda undaq emas. Qumluq qummo hech qanday foydasi yo'q emas. U yer sharida mavjud bo'lib turgan ekan, yana uning ahamiyati borligini tushuntiradi. U qumluq ekologiya sistemasini barpo qilishda ro'shan ahamiyatga ega. Agar qumluq ekologiya sistemasi yo'qolsa, yer sharining klimatmi to'g'risiz holat tushib qoladi. Qumluq yer shari ko'lamining 20% ni egallaydi. Qumluq sistemasi o'zgarganda iqtidoriy qumluq sistemasiga ta'sir ko'rsatadi. Bo'libmi qumluq rayonidagi hayvonot o'simliklarining nasl qurib ketishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, kaktus tuga. Garchi bular qumluqda yashamasimi bo'lgan bilan, ammo bu muhitning ularga mos kelganligi notayin. Qumluq ekologik muhiti ularning o'sishiga texmo mos kelishi mumkin. To'g'mi mushundaq muhitda turish kerak. Shunga ba'zida insonlar yana yilonni qutlayman degandek ishlarni qilib yurgan bo'lishi mumkin. Uning ustiga qumluqning mavjud bo'lishi sayohat kasbiga nisbatan yangi sayohat qiziq nuqtasi hisoblanadi. Sayohat bozorlaridagi ko'p sondagi sayohat nazar nuqtalari ancha farqlanib ketmaydi. Bayram dam olish kunlari hatto nazar nuqtalarini ko'rgil bo'lmaydi. Hammalar odam. Bu chog'da bir qism yangi sayohat liniyalari ochilsa, tabiiy holda nurg'un kishilarning qarshi elishiga erishadi. Qanday bo'lmasin, ko'p sondagi shaharlarda yashaydigan kishilarning qumluqqa nisbatan yana bir xil orzusi bor emasmi? Siz bunga qanday qaraysiz? Bu san mazmun mushada oyoqlashdi. Mazmun zarracha yarg'an bo'lsa, yulduz belgisini besib o'ting. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni.